Baliq dengizda tez suzadigan bo'lsa, teriladimi, yo'qmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Ungacha men sizga bitta zo'r yangilikni aytib beraman. Jetour X70 avtomobilini tan narxi endi sizlar 264 million 900 ming so'mga xarid qilasizlar. Bunaqasi bo'lmagan, shu yilning oxirigacha amal qiladi bu narsa. 96 million so'm boshlang'ich to'lov bilan sizlar bitta pasportga hech qanday rasmiy daromadsiz 7 ta o'rindiqli Jetour X70 avtomobilini propani bilan birgalikda xarid qilasizlar. Jetourga propanlar yo'q edi, mana sizlar uchun ochildi. Boshlang'ich to'lov attiga 96 million so'm to'lov qilasizlar va buning ichida bitta propani ichida bo'ladi. Do'stlar, bunaqa imkoniyat faqat Ademaster Namangan Jetour avtosalonida mavjud. Jetour moshinasini olganimdan keyin buni servis qanaqa bo'ladi, ustasi, zapchasi qanaqa bo'ladi degan akalarimiz uchun moshinani o'ziga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha rasmiy kafolati bo'ladi. Avtomobil 264 million 900 ming so'm aytib o'tganimda, shu pulga arziydimi yo'qmi? Kommentariyada yozib keting, sababi hozirgi kunda boshqa brendlarni ham solishtiradigan bo'lsak, misol uchun Kia Sonet bor, buni narxida Tracker bor, Arizo 6 Pro bilan Tigo 2 Pro mashinalari bor. Bunaqasi bo'lmagan. Crossover kattagina, 1.5 turbina, 7 ta o'rindiqli. Hammani avtosalonda kutib qolamiz. Shu videoning tagiga X70 so'zini yozib qoldiring, rasxodlarni tashlab beraman yoki avtosalonimizga keling. Manzilimiz Namangan shahar, Yangi bozor, Promzonaning yo'lida. Hammani avtosalonda kutib qolaman.